Qizlar, assalomu alaykum. Bu tema ham kimgadir qiziq bo'ladimi, qiziq bo'lmaydimi deb rosa o'yladim, lekin baribir qo'yishga harakat qildim. Hozir 49 ming so'mga qilgan bozorligimni ko'rsataman. Ya'ni sog'liqli ovqatlanish uchun qilingan 49 minglik bozor, ya'ni 50 mingga ming so'm yetmadi. Va bunaqa bozorliklar meni YouTube kanalimda juda ham ko'p, bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Profilim shapkasida o'sha yerda qoldirganman YouTube kanalim nomini va aytmoqchi bo'lganim qizlar, nimaga men hech qayerdan zakaz qilmasdan o'zim boraman? Chunki oyog'imni probegini ko'paytiraman, miyamni tinchlantiraman, havo almashtiraman. Hop, ket. Qaranglar, non, birinchi nondan boshlaymiz. Non, qora non. Men bu nonni bo'lingani ham bor, bo'linmay kesilmagani ham bor. Men kesilmaganidan oldim. Qolgani shu ekan. 9 ming so'mga oldim qizlar va men buni bemalol xolodilnikda saqlab bir hafta yeyolaman. Chunki bir kunda ertalab 2 kusok yoki 1 kusok yeyishim mumkin, bir xillarda yemasligim ham mumkin. Hop, ket. Pomidor bilan bodring. Bitta dona bodring kilosi 25 ming ekan, bitta dona oldim, 5 minglik. Pomidor oldim. Ko'rganingizdek, 15 ming. 1 kilosi 15 ming ekan. 16 ming deb aytdilar, 15 ming bera qoling dedilar. Hop, ketdik. Karom. Qizil karom. Men oq karomni qizlar ko'p yeb ko'rdim. Oq karomni hidi bor. Qanaqadir неприятный hidi bor. Shuning uchun yeganimda me'damga kelgani uchun mana shu karomni olib keldim bu safar. Narxi kilosi 5 ming ekan, 7 mingga oldim. Chunki ularning zdachilari yo'q ekan berishga, shuning uchun zdachisiga mana lavlaga oldim. 3 minglik lavlaga. Endi bu 10 ming bo'ldi birgalashib. 5 ming so'mga tuzlangan bodring oldim. Salat qilganimda kerak bo'ladi deb. Va 10 ming so'mga ko'kat oldim. Bu 5 ming bo'ldi. Qaranglar, здоровый. Mana bu to'g'ri bo'ldi, brokoli. Va nechimiga? Mana o'zi 2 ming ekan, mamamdan bir boq berdilar, 10 ming bo'ldi. Endi men bu narsalarni bemalol bir hafta, 5 kun, 6 kun yeyolayman qizlar. Ishoninglar, mana shunaqa bemalol 50 ming so'mga bir hafta bemalol sog'liqli ovqatlansanglar bo'ladi.